Xo'p, 5-masalada demak nima qilamiz? A va B shaharlar orasidagi masofani tasavvur qilamiz. Mana bu yer A va B shaharlar orasidagi masofa bo'lsin mana. A, bunisi B. Xo'p, birinchi avtomobil 120 tezlik bilan yo'lga chiqdi-dagin, mana davom etib keldi-da. Xo'p, mana bu yerlarga kelib qolgan paytda mana bu yoqda ikkinchi avtomobil yo'lga chiqyapti. Xo'p, oradan qancha vaqt o'tdi desa, 10 minut o'tdi oradan. 10 minut o'tdi. Buning tezligi demak 120, buning tezligi 150. Shunda ikkalasi bir vaqtda yetib kelyapti mana bu yerga. Ikkalasi bir vaqtda yetib kelyapti. Ana endi A va B shaharlar orasidagi masofani S deb belgilashga aytadigan bo'lsak, xo'p, mana bu oraliqdagi masofa nimaga teng bo'ladi? Bu oraliqdagi masofa, demak bu birinchi avtomobil 120 km/soat tezlik bilan 10 daqiqa yurdi-ku. Mana shu joyda mana x deydigan bo'lsak, x teng bo'ladi. Mana 120 km/soat tezlik bilan 10 daqiqa degani bu 10 taqsim 60 soat yuryapti. Demak 20 km. Mana bu yoqqa qoladi s minus 20 km. Xo'p, endi mana birinchi avtomobil mana bu yerdan oxirigacha kelguncha ketgan vaqt bilan ikkinchi avtomobil boshidan boshlab oxirigacha ketgan vaqt teng bo'ladi, ikkalasi bir paytda kelganligi uchun. Vaqtlarni tenglashtiramiz. Demak, mana s ni 150 ga nisbati o'sha t vaqtda keldi-da, ikkalasi ham. T teng bo'lyapti bizda. O'sha s ni 150 ga nisbati yoki teng bo'ladi s minus 20 ni 120 ga nisbati. 120 ga nisbati. Mana bunda ikkalasini ham qisqartirishimiz mumkin. 30 ga qisqartiradigan bo'lsak 5, yo'qda 4 qoladigan bo'lsa 4s teng bo'ladi 5s minus 100. S ni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, demak s barobar 100 km chiqar ekan.